Hammalar bugünkü namoyishimizga hoş geldinglar. Bugünkü namoyishning maqsadi hammalar bilgandek 1997 yil 2 ayning 5 kuni G'oljida imanlık yaşlarımıznınki, Xitoyninki zalimliğe karşı, Xitoyninki kırgınçılık epağalığa karşı, Xitoyning besimiga karşı narazılık bildirip isyan kötegen günün 27. yıllıkını hatırlap turvatımız bugün. Sokaklı sokak demey, öyle otursanım oturattınlar. Şu biçare bizim için sıkkalları tökken kerendaşlarımızga vapa borcumuzu ada kılış, şundaklam şularını esleş ve kelgüsüdeki yaşlarımızga şularını örnek kılıp köküsteş ve şundaklam özlerimizden muzlap kalan kalplerimizni iritiş için bugün bu namoyish kilip şu şehitlerimizni eslep turuytuptuk kerendaşlar. Hadiler sınırlar, ondan olsa birlikte devlet marşımızı birlikte muhabbetiyle, hürmetiyle bir anlayla kadın merhamet. Hoş sevimlik akıla ufkula hadiler bana bugün Xitay Komünist Müstemlikçi Alvastırlığının aldıda devletimiz Şarkı Türkistan'ın devlet marşını, devlet müzikisini birlikte anladık. Sevimlik karandaşlarım ve 18 yıldan beri şu Uygur halkıga hitap kılıp, adımını şu tarafga kılıp sözleptimi. Palançı geldi, pistancı kelmedi dep kelgenligi rahmet etip, kelmegenliğini davet kılıp, barışlı tillaqallı oldu. Xitay elçixanasının aldıda yakshanba günlükte hech kim işlemese, u yerda yig'ilib 6 odam balasini suqoqqa to'ng'izib, tug'onga bir soatga Xitoyning bo'yida tavarab qolamdi deb mushu namoyishninki ahamiyatini tushirib, xalqninki irodasini bo'shitib,
xilitlerini süytüp Xitayning elchixonasining oldida hech kimni kelmaydiganlikqa eksin inqilab qilayotgan odamlarmi oramizda bo'ldi. Biz ularni tillabmi baxtdiq, vaqirabmi baxtdiq, kelmaydiganlar baribir kelmaydi ekan. Ular kelmay namoyishga kelmaydiganlarning sonini oshirishga harakat qiladi ekan. Biz hamma odamni o'sha namoyishga kelib Xitoy elchixonasining oldida Xitoy mustamlikchilariga qarshi sapga hammadan otlansa deydigan bir orzuyimiz var. Men hech kimni mening atrofimga to'plan demayman. Yoki bo'lmasin bir Uyg'ur ma'rif uyushmasining atrofiga to'plan, Uyg'ur ma'rif uyushmasiga a'zo bo'l. Uyg'ur ma'rif uyushmasi yaddisi yat, qopdisi qop deb Elaqı Uyghur Ma'rif uyushmasiga qo'l qiladigan yoki bo'lmasin Uyg'ur Ma'rif uyushmasining ideologiyasini xalqqa tanıdigan bir niyatim yo'q. Uyg'ur Ma'rif uyushmasi bunday qilmaydi odatda. Lekin bizning bir orzuyimiz bor. Hamma birlikda qo'lida tosh bo'lsa Xitoyga olsin. Aliya olsa Xitoyga olaysin. O'zaro bir-biriga alaymay Xitoy kommunist mustamlikcha alvastirlarga olaysin. Mushu vatanimiz ozod bo'lsa hamma odamning derdi hal bo'ladi, hamma odamning kayfiyati yaxshi bo'ladi deydigan bir orzuyimiz bor. Mushada qarab baqadan bo'lsak, kitob chiqarganlarmi bir derdi ekan, xalq kitobimni qo'llamadi deb. Men restoranchi oshpazimni bir derdi ekan, men xalq Uyg'ur madaniyatini aks etgan tomoqni yemadi deb. Tashkilotlarning bir derdi ekan, Xitoy elchixonasi oldida biz namoyish o'rlashtirsak kelmaydi deb. Hattoki o'sha uşaqlarning bir derdi ekan, bu cho'nglar bizning qadimizga yetmadi. Madaniy faoliyatlarni uyushtirib, bizga bunday bir o'yin tomoshani qilib kelmadi deb yoshlarning o'zguchliq derdi ekan. Hattoki xotini yomonlab ketgan bo'ytaqning derdi ekan, o'sha cho'nglar jamoat arboblari amanda bir orig'i tushib yaxshilashtirib qo'ymadi deb. Hammamizning bu g'urbat diyorida hammamizning bir derdi ekan. Mushu derdlarimizning hammaning tek yiltizini surishtirib baqsak, shu vatansizlik, g'urbatchilik. Vatan azod bo'lsa, vatanga berib, xalqimizning orasiga chilinib yashagandan keyin hamma derdimiz hal bo'ladi. Hamma ushaq-tushaq kasallarimiz saqayib ketadi. Derdimiz yo'qolib ketadi. Biz mi bundaqalikqa deprexonga kirib, bir-birimizga bunday olib qaraydigan, suyuq külenmeydigan, yoki bir xo'shol bo'lanmaydigan bu deprexon hayotga xotim berib, vatanimizda davlatimizning muzikasini chep qo'yib, azon chiqsa namozga berib, namozni o'qib qo'yib, bir tarafdan Xudo Rasul, yana bir tarafdan duto usul, ham shundoq hayotning hamma payzini surib yashay olamiz. İllaki mustaqil davlatimiz mustaqil bo'lgan vaqtda. Ammo davlatimiz mustaqil bo'lmay bu g'urbat diyorida ne oshpazning ishi ahmidi, ne siyosatchining ishi ahmidi, ne yozuvchi shoirlarimizning kitoblari ahmidi, ne siyosatchilarimizning bu siyosatlarimiz yaxshi ahmidi. Aşı vatan hammiz vatanning mustaqilligiga qarab baqsaq, shuningashqa mushu Xitoy mustamlikcha alvastirlarga Sharq Turkistondan chiqib ket. Vatan bizning, vatanga oshiq biz, vatan sening emas, vatan bizning deydigan bu irodamizni nazariy jihatdan, amaliy jihatdan bildirib, xalqaro vaziyatni yaxshi fahmlab turib, biz bu Xitoy kommunist mustamlikcha alvastirlarni haydab chiqarib etsak, hamma ishimiz hal bo'ldi, Xudoyim bilsa. G'olji shohidlaridan G'oljidagi bo'lgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan urug' tuqqanlari suv chechilganda, turmaga olib ketilgan vaqtda ko'zlarining yoshlarini yiqitib, ochiq kelgan zorlangan qarindoshlarimiz hayot oramizda bor. Ulardan biri Abdulatif ve Adiljon qarindoshlarimiz tuzit qilmay, ikkilardan birisini chiqib, ikki qiz 1997-yili 5-fevralda G'oljida nim bo'lgan, ichinglar pishqanmi, xo'sh bo'lganmi, yoki ochiqlik kelganmi? Mana bir o'zingizga yuraksizlikni deb beringlar. Mana yosh avlodlarimiz
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat, hammalarning kelgan qadamlarga Alloh razı olsun. Mushu kunda, yani 97-yil 2-oyning 5-kuni G'ulji xalqi Xitoyning zulmiga qarshi janjang sovuqlarda, ya'ni qahrdan qish kunlari 2-oyning 5-i Ramazonning 27-kuni Xitoyning zulmiga qarshi namoyish ifodi, yani bütün G'ulji xalqi qo'zg'alib, o kunki ahvollarni til bilan tasvirlab berishga ojizlik qilaman. Belki videolarda azdır ko'pdir ko'rgan bo'lishingiz mumkin. O qarindoshlarımızın 80% ya bor ya yo'q. Qolgan 20% bizga o'xshash chet elga ketgan. Ya bo'lmasa og'riqsizlar qilib shu jamiyatda yashayotgan bo'lishi mumkin. Shu kunlarni mana biz xotirlab turibdik. Bu kunlarga, yani mush xotirlash kunlariga chiqmagan qarindoshlarimga tavsiyalarim mushunday bir kunlarda shu qarindoshlarimizni o'ylab bo'lsin, vatanda zulm chekayotgan shu qarindoshlarimizni o'ylab bo'lsin, mush namoyishlarga aktivlik bilan qatnashishni umid qilaman. Sizlarning shu G'ulji qirg'inchilikdagi shu shahid bo'lgan qarindoshlarimizni xotirlab, shularning qilgan ish izlarini unutildirib qo'ymasliklarini unutildirib qo'ymaslik uchun bir yerga yig'ilib Xitoyga qarshi namoyish qilganlarga Alloh razı olsun. Men shunchalik so'z qilay. Alloh razı olsun hammalar. G'ulji qirg'inchiligining shahidi Abdulatif Bay'dan Allah razı olsun. G'ulji qirg'inchiligi Sharq Turkiston tarixidagi nurg'un qirg'inchiliklar ichidagi ko'rnali qirg'inchiliklardan birisi. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu qirg'inchilik G'ulji qirg'inchiligidanmi zo'r ko'lamlik davomlashyapti Sharq Turkistonda. Faqat ularningki shahidi vatandan sirtiga chiqolmayotdi. Shahidsiz, untunsiz vatanda ularni o'ldirib ketyapti. İşçilik statistikalarga asoslangan vaqtda Xitoy kommunist mustamlikcha aralashtirlari 1 milyondan 3 milyon arlig'ida Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilib tugutib bo'ldi. Yana bir rivoyatda ba'zilar 5 milyonga yaqinlashadi deganlar bor. Her holda 1 milyondan 3 milyon arlig'idagi xalqimizning musha jazo lagerlari qurboni bo'lib ketganligi aniq. Hammamiz bunu bilamiz. Şunlaşqa biz her günü çıkıp Xitoy elçixonasining oldida yetib olsaqmi haqqimiz. Her günü namoyish qilsaqmi bizning haqqimiz. Aslında qiladigan bir holatdamiz. Lekin hammamizning dunyo tirikchiligi bo'lganligi uchun, balavoqimizni boqmasak bo'lmaganligi uchun, hayotimizni o'ylashtirmasak bo'lmaganligi uchun mana shunday 5-yil qirg'inchiligi 5. fevral G'ulji qirg'inchiligi 5-iyul deganga o'xshash belgili kunlarda bu namoyishni ifo qilyapmiz. Maqsadimiz mushu yangi tug'ilgan avlodlarga Xitoyningki irqiy qirg'inchilik qilayotganligini, Xitoyningki bu zaminda ko'chman ekanligini, mustamlikchi ekanligini bir tarafdan bularga bildirish, yana bir tarafdan Xitoy kommunist mustamlikchi aralashtiruvlar bilan birga yashamaydiganligimizdan iborat bir vaziyatni xalqaroga bildirishdan iborat ikki xil orzuyimiz va shug'ullanishimiz belgili kunlarda chiqyapmiz. Bo'lsa har kuni, har oyda, har haftada bu namoyishimizni davomlashtira olsak yaxshi bo'ladi. Yasin Qarimning duosi bilan oxirlashtiraylik. Qani Yasin Qarim, marhamat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala hamma onun kelgan qadamiga savab, ajr ato qilsin. Bugun hammamizga ma'lum bo'lgandek, G'uljida yuz bergan 97-yil 5-kuni Ramazonning natijasida begunoh qarindoshlarimizni suv bilan to'nglatib degandek jang'i zolim bo'ldi. Bularning maqsadi faqat vatanimizningki ozod bo'lishi ve Xitoyninki zulmiga qarshi faqatlam ovoz orqali shu yerda olib chiqqanlik uchun.
Bunun için hemmimiz bir yerge her yılı kilometremiz. Hemmimizdeki fakat ama şu vaktin üzerimiz namazlarımızda, öykü kayıtlı vaktlerimizde, Kur'an okuduğu vaktlerimizde şu kırındaşlarımızla hem duayımızda çok herkes unutulmazsın şularga dua kılaydı kırındaşlarım. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tahsebennallaha gafilen amma ya'meluz zalimun. İnnemâ yuahhiruhum teşratu fihil ebsar. Allah subhanahu ve taala zalimlerinki kılgan işini beni unutup kaldığını ki edip kalmanlar. Allah subhanahu ve taala zalimlerinki edebini tüm alem bir yere yığılgan vaktin yüzüde ulanınki cezasını böğütteydi. Herkes vatanımızda bulavatkan zulümninki unutulup kaldığını ki bu defterde yazılmay kaldığını ki bunu neyim için üçü elinmaydı o da herkes kayruklanmaydı. Allah subhanahu ve taala bu dünyada ya ki o dünyada hemen bir gün Allah'ınki iradesi bilen haysi vakti münasip gelse şu boyunca intikamımızı elip vereleydi. Şu intikamımızı eliş için hemimizdeki şu Xitayga hakiki biz karşı mı emes mi? Allah subhanahu ve taala destekte bununla bizge karaydı. Hakiki biz vatanımızı azat kıladığanga niyetimizi bağlasak, tırnakımızdan tartıp çeşimizgece Xitayga boğan öçmenlikimizni aşkarı kılalasak, onu bu şundak yerine kelip Allah'tan tileyelesek, inşallah Allah subhanahu ve taala bu zalimlerinki edebini bir işke herkes işkinlik kalmaydı. Hemen bir gün o öçünüzü etmedi kardeşlerim. Allahümme mecriye sahab. Allahümme munzilel kitab. Ve mecriye sahab. Seri'ul hisab. Ahzimul ahzab. Allahümme ahzimhum ve zelzilhum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna oruçlarda bu duanı kılattı. Kitap çüygen zat. Bu kitabı hiç kim çüremedi. Allah subhanahu ve taala çüydü bu dünyada. Üstümüzdeki kök asmanda bulutlarını hiç kim mandıramaydı Allah subhanahu ve taala. Bunu misal, peygamberi misal getirip bunu mandıran zat. Allah subhanahu ve taala bütün hak yolda menvatkan. Adem aleyhisselam'ın tatlıda bugün gece hak yolda menvatkan, hak davanı kılvatkanlarının ki hakiki Allah tarafından tuğan bu müminlerge Allah'ın musretinin kegellikini ve zalimlerin edebinin begellikini. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarımızı mağlup kılgın, bizni galibilik kılgın, bizge nusret ata kılgın deb Peygamberimiz dua kıldı. Ve ulanınki cemaatlerini ağırmaktır. Ve ulanı otlu köydürmektir. De Peygamberimiz hem bunu şundan dua kılan kardeşlerimiz. Biz hem şu Peygamberimizin duasıyla hazır dua kılırız. Ey Allah, hemimizinki birlikini bir kılgın. Ey Allah, bir yere kilip kıyaş emez. Müşahit kilişimizdeki maksat nedir ki? Çünkü her birimizdeki Xitayga hakiki karşı ikenlikimizi namayanlık kılış için. Nekini bildiriş için kegerlikimizni. Ey Allah, şu günde şehit olup ketken bütün kayındaşlarımıza ya Allah sen rahmet kılgın. Çin kalbimizde şunu sorayımız ki ulanın günahlarını mağfiret kılgın. Ailelerine sabır ata kılgın. Ulanın yaptaylarını cennet-ül firdevs kılgın. Ya Allah bizim aramızdan hem şundan kahramanlarının ki şundan batırlarının çıkışına nisip kılgın. Ve bu davayımızın ki herkesine toxtat kalmayın. Davetimiz azat bolğuça bu duanın, şu davayımızdan davamlıq ilgilep menişine nisip kılgın ya Allah. Ahirde hemmimizin ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın biyek legerlikimizge ecri sevap ata kılışına, tellerimizge sevap, tellerimizge selamet ata kılışına ve birlikimizni bunun dikilme tefimdek müstakil kılışına
imanımızı kamil kılışıga Allah'tan tilep ve ahiri da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Kelgen kadiminglarga Allah ecri azim ata qilsin. Yana bir namoyishda ko'rishguncha aman bo'linglar. Allah salomat uyinglar qaytib nasib qilsin. Rahmat.